Kelinposhsha, mani gapim sizga. Mani ko'rayotgan bo'lsangiz asalim hadeb dastavka qildirtirurmi sushi, hali qarasa hot-dog, sushi, cheeseburgerlar, hamma narsalar zakaz qilarkansiz dastavka qildirib. Qaynanangiz bechora ovqat yeylu, issiq ovqat yeylu, bolam ovqat yeb nima qilamiz oyijon, mana hozir tayyor dastavkalar chiqib ketgan deyotgan ekansiz. Jinnimisiz? Kampirlar, katta xotinlar ovqatlayishni yaxshi ko'radi. Mayli endi dastavka ham qilish kerak. 15 kunda bitta dastavka qiling. Tezdan dastavka qildirib turaverasizmi? Sushi yegim kelyapti oyi. O'lamizmi jonimizdan aylansin. Anuni zakaz qilaylik. Somsa zakaz qilamiz. Sushi zakaz qilamiz. Sushi yerkansiz, ichlaringiz gijjaligi to'lib ketadi salim. Qaynanani ham gapiga quloq soling. Issiq ovqat qilib bering. Sho'rdalar, qaynatma sho'rvalar, oshlar, lamonlar qilib bering, mantilar. Baribir ovqatga yetmaydi, to'g'rimi gapim? Hozirgi yoshlar faqat bilib olgani shu anaqa tayyor dastavkalar qildirishni yaxshi ko'rishadi. Ichlaringiz qurt bosib ketadi, shakarim, xo'p. O'zi 2 qat ekansiz. Mayli endi 2 qat deb yedirsa qurt yirkansiz, 4 kilolab qurt yirkansiz. Bola bechora antda nima bo'ldi ichkarida deng. Mayli endi yevering, osh bo'lsin-ku, iloyim esalomon qutulib oling-ku. Bunaqa dastavka ham qildiravermay uyingizda topolmaysiz. Qaynangiz urushar ekan. Voy, eri o'g'limni topgan puli hammasi dastavkaga ketyapti qizim derkan. Bunaqa qilmang-da, salim, katta qiz bo'lib qoldingiz, 26 ga kiribsiz. O'zi kech 25 yoshda erga teggan bo'lsangiz. Qaynatam indamaydi, yaxshi, oilam zo'r mani deb hamma faqat